Xo'p, ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holatda kamida $400, $500 qo'shimcha daromadga chiqishni xohlagan, ya'ni SMM, targeting, marketing sohalarini o'rgangan holatda daromad olishni o'rganishni xohlagan insonlar diqqatiga o'zim uchun 30 kun challenge e'lon qilmoqchiman va mana shu challenge davomida har kuni YouTube'ga foydali ma'lumotlarni berib bormoqchiman. SMM bo'yicha bir boshdan boshlanadi. Targeting hammasi uning internetdan foydalanish, sotuv bo'limi ishlash, CRM sistemalari bo'yicha ma'lumotlar berib boraman. Xo'p, birinchi darsimiz xudo xolasa bugundan boshlaymiz. Va sahifani yo'qotib qo'ymaslik uchun maksimal darajada obuna bo'ling va like bosib qo'yishni unutmang, chunki boshqa siz bilan ko'rishmasligimiz ham mumkin. Hop, ushbu video to'g'ridan-to'g'ri YouTube'da videosidan kamerasidan olingan holda joylanyapti, Basementda, chunki har bitta videoni montaj qilib YouTube'ga qo'yadigan bo'lsa, vaqtim to'g'risi chegaralangan. Ulgurmay qolishi mumkin. Shuning uchun maksimal darajada videoni qisqa, lo'nda, tushunarli holatda berib boramiz. Sizdan talab etilgan narsa shu ma'lumotlarni ko'rib o'rganib borishingiz kerak va oralaringdan bitta insonni tanlab olib, haqdor inson tanlab olib, mutlaqo tekinga mentorligini olib, maksimal darajada ma'lumotlar berib o'rgatib, daromadga chiqimgacha o'zim qo'llab-quvvatlayman. Eng kamida $300 dan $500 gacha daromad chiqishiga yordam beraman. Faqat sharti mana shu video roligimiz kamida 1000 ta like yiqqan bo'lishi kerak. Hammaga omad, salomat bo'linglar, ko'rishguncha.